Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizni başlaymiz. Canjujon Amerikani ziyorat qilishning keyinida Beijing Demokratiya Taraqqiyot Partiyasi bilan suhbat qurmoqchi. Mavzuli xabar 8-oyning 18-kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungo Tayvan ishlar ishxonasining mudiri Janjujon o'tgan hafta Washingtonni ziyorat qilib, o Janjujon 8-oyning 13-kuni ayrim holda Amerika Qo'shma Shtatlari Asiya Tinch okean ishlari bo'yicha yordamchi Daniel Russell apandi bilan va Amerika Qo'shma Shtatlari muavin davlat ishlar kotibi Brooklyn apandi bilan ko'rishdi. 8-oyning 14-kuni Oqsaroyda Davlat ishlar bexatarligi komiteti yangi tayinlangan Asiya ishlarining nopuzliq amaldori bilan ko'rishdi. Shu kuni tushdan keyin Washingtonda bilim bo'lag'i mutaxassislar bilan uchrashib, suhbatlashdi. Janjujon o'tgan yil 9-oyda Tayvan ishlari ishxonasining mudiri sifatida Amerikani ziyorat qilgan. Bu qatam rasmiyatlar bo'yicha Amerikani ziyorat qilganda Tayvanning siyosiy vaziyati, Tayvan-Jungo munosabati va Rais Xi Jinping 9-oyda Amerikani ziyorat qiladigan masalalar. Amerika bilan Jungo ko'ngil biladigan masalalar edi. Vaqt intayin sezgur, intayin nozik bir paytga to'g'ri keldi. Jungo Tayvan ishlari komitetining mudiri Janjujon apandi tuvandagidek 4 maqsad bilan Amerikani ziyorat qildi. Janjujon Amerikani ziyorat qilganda tuvandagidek 4 turli maqsadni ko'ngliga tutgan edi. Birinchi, Amerikaning Jungo siyosatining o'zgarmasligini kapolat qilish kerak. Buni cho'ng gapgan vatandoshim. Birinchi maqsadi Amerikaning Jungo siyosatining o'zgarmasligini kapolat qilish kerak. Janjujon 13-kuni Washingtonda Russell apandi va Brooklyn apandi bilan ko'rishganda Tayvan masalasi bo'yicha fikr almashtirdi. Ikkinchi maqsadi Amerika Jungo ikki davlat o'tgan 7 yil mobaynida ikki qirg'oq Tayvan va Jungo qo'lga keltirgan aktiv natijalarga bo'lib bu Tayvan xalqiga elib kelgan amaliy yaxshiliklarga qo'shilishi kerak. Uchinchi maqsad Jungo taraf Amerika tarafga yetkazilgan muhim uchur edi. Bu bo'lsa-mu, navbatda Jungo Tayvan munosabati halqiliq payti turibdi. Kelgusida ikki xil tanlashga duch keladi. Uning biri 92-yildagi o'rtaq tonish bo'yicha tinch taraqqiy qilish. Uning yana birisi bo'lsa Tayvan mustaqil bo'lish. Janjujon mundaq ko'rsatdi. Tayvan xalqi ikki qirg'oq munosabatining davomli tinch va muqim taraqqiy qilishini umid qiladi. Lekin eng zo'r tahdid Tayvan mustaqilligidir. Janjujon apandining muxbirlarning ziyoratini qabul qilganda so'zlagan so'zlaridan ko'rib olishga bo'ladiki, Amerika bilan Jungoning Tayvan mustaqilligi mavzusi bo'yicha ko'z qarashlari hargiz o'xshashmaydi. Diqqat vatandoshim. Janjujon apandining muxbirlarning ziyoratini qabul qilganda so'zlagan so'zlaridan ko'rib olishga bo'ladiki, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungoning Tayvan mustaqilligi mavzusi bo'yicha ko'z qarashlari hargiz o'xshashmaydi. Chunki Washington izchil holda Tayvan mustaqilligi Tayvan demokratik jamiyatining bir xil tanlashidir. Tayvan tashabbuskorlik bilan ig'vogarchilik qilmaydiganlar bo'lsa, Amerika klassik demokratik davlat bo'lish bilan Tayvanning ishlariga aralashmaydi. Diqqat vatandoshim, Tayvan demokratik jamiyatining bir xil tanlashidir. Tayvan mustaqilligi Tayvan demokratik jamiyatining bir xil tanlashidir. Tayvan tashabbuskorlik bilan ig'vogarchilik qilmaydiganlar bo'lsa, Amerika klassik demokratik davlat bo'lish sifatida Tayvanning ishlariga aralashmaydi. Devamını tüvende anlayışla vatandaşlar.